Assalomu alaykum. Bugungacha akalar. 9230 yakaqanoq karishli eshiklarimiz narxi 9000 so'mga chiqadi. Bir o'nga 230 karishli eshiklarimiz narxi 1.350.000 so'm chiqadi. Oq tagi alkafon alyumin eshiklarimiz. O'ynaga bir qavat bo'ladi, petlalari 3 tadan bo'ladi. Qo'sh qanotli eshiklarimiz 1.180.000 so'm chiqadi. 1.180.000 so'mdan endi qo'sh qanot hammasi shunaqa chiqadi. 1.20 ga 2.40. 1.10 ga 2.40, 1.10 ga 2.30, 1.10 ga 2.20, 1.10 ga 2.10, 1.10 ga 2 metr, 1 metrga 2 metr. Hokazo qo'sh qanotlar hammasi oqlari 1.180.000 so'm alkafon original holatda qilib kelib zamoylar uni. Xo'p, Porsche-larimiz ham hamma razmer bilan bor. Xo'p, qo'sh qavat oynaydi, yo'diviy oynak, gulsiz, prosta yo'diviy oynak bo'ladi. Taga lambri bo'ladi. Narxi 1.350.000 so'm chiqadi. Oynak gulsiz holatida. Endi mana bunaqa gullik oynak bo'lganda narxlari o'zgaradi. 90 ga 2.20, 2.30, 2.40, 9000 so'm chiqadi. Karishneviy, jigarrang, ruchka qo'lib kalit hammasi bu yerda chiqadi. 1.10 ga 2.20, 2.30, 2.40 karishneviy eshiklarimiz hammasi 1.400.000 so'mdan chiqadi. Ammo eshiklar, ukalarimiz bor. Ruchka qo'lib kalitlarni o'rnatib tayyor qilib beradi. Tagi alkafon hammom eshiklarimiz 630.000 so'mdan chiqadi akalar. Namangan viloyati Uch tuman Xo'jobod Kalsovoyda akalar. Jigarrang Porsche'lar bor. Yaka qanot mana oq 90 ga 2.20, 2.30, 2.40 gacha bo'lgan narxlarimiz 780.000 so'm chiqadi. Alkafon original ruchka qo'lib kalit holatida. Mana alyumin holat. Hammom eshiklarimiz 1 metrga 1.70, 1 metrga 1.60, 50 ga 1.60. Hokizi 500 xil razmer bor. Hop. Bitta, ikkita, uchta ko'z bo'ldi, 480.000 so'm narx qo'yilgan akalar. Karishneviy derazalarimiz bor. 780.000 so'mdan chiqadi akalar.